Rametovlar boshiga tushgan qo'shaloq dard. Saida Rametova sog'aydimi? Qanday judolikka uchradi? Assalomu alaykum. Siz bilan Yangiliklar.uz kanali. Bizga obuna bo'ling, like bosing va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni ham unutmang. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Jumadillo Rametov Alsgeymer kasalligiga chalinganligi haqida xabar bergandik. Ma'lumki, bundan bir necha oy avval Jumadillo Rametovning rafiqasi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Saida Rametova ham og'ir xastalikka chalingan edi. Unda saraton tashxisi qo'yilgandi. Kecha Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali tarqatilgan xabarlarda Saida Rametovaning vafot etgani haqida yozilgandi. Ayni vaqtda biz shu ma'lumot to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligiga aniqlik kiritmoqchimiz. Ayni vaqtda o'zbek kino va teatr san'atining bir juft zabardast aktyorlari, qolaversa bir oila a'zolari ketma-ket og'ir kasallikka chalingani muxlislar orasida xavotirlarni uyg'otmoqda. Tahririyatimizga Saida Rametovaning bugungi ahvol haqida so'rab ma'lumot berishimizni murojaat qilganlar ko'p bo'ldi. Shu bois biz muxbirlar O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Saida Rametova bilan telefon orqali bog'lanib, uning salomatligi bilan qiziqdik. Jumadillo aka bu kasallikka chalinganiga 2 yil bo'ldi. Shifokorlarga qancha ko'rsatib, dori-darmonni qilsak-da, bu kasallik borgan sari avj olyapti. Bu kasallikda odam yosh boladek bo'lib qolar ekan, juda og'ir. Bu ham Allohning sinovlari, mo'jiza ro'y berib yaxshi bo'lib ketishlari hech gap ham emas. Ko'pchilikning duosi ijobat bo'ladi. O'zim ham ko'pchilikning duosi bilan shunday og'ir kasallik bilan yuribman. Operatsiyani boshdan kechirganimga ham 1 yil bo'ldi. Har 3 oyda ko'rikdan o'tib turaman. Yaqinda tekshirtirishga borganimda analizlarim yaxshi chiqdi, deydi Saida Rametova. Aktrisa so'zida davom etar ekan, shifokorlar unga kasal ekanligini unutishi kerakligini aytishganini esladi. Qolaversa, ko'pchilikning duosidan umidvor ekanligini aytdi. Shifokorlarimga minnatdorchilik bildiraman. Ular mana shu saylda davom ettiring, xafa bo'lmang, pozitiv yashang, kasalligingizni unuting, ishlab, o'ynab, kulib yashang deyishdi. Allohning marhamati bilan hozir sog'lig'im joyida. Bu dunyo sinovli dunyo ekan. Sinovlardan eson-omon o'tib olaylik. Ko'pchilikning duosi bilan yaratgan Jumadillo akamga ham shifo bersin, deydi Saida Rametova. Ayni vaqtda Turkiyaning Istanbul shahrida Mendirman Jaloliddin serialining 2-mavsumi suratga olish ishlari boshlangan. Ma'lumki, Saida Rametova ushbu serialning 1-mavsumida rol ijro etgan edi. Uning saratonga chalingani ham aynan Turkiyada aniq bo'lgandi. Xo'sh, Rametova serialning galdagi mavsumida ham suratga tushadimi? Vazirimiz Ozodbek Nazarbekov meni 2-mavsumga ham taklif etdilar. Hozir u yerda Chingizxon va Jaloliddin o'rtasidagi jang sahnalari suratga olinayotgan ekan, menga siz suratga tushadigan sahnalar 2 oydan keyin boshlanadi deyishdi. Turkiyaga borish-bormasligim o'zim va Jumadillo akamning sog'lig'iga bog'liq. Agar hammasi yaxshi, tinchlik, xotirjamlik bo'lsa, sog'lig'im yaxshi bo'lsa, albatta boraman. O'zimning orzu-niyatim 2-mavsumda suratga tushish. Sababi 1-mavsumda men suratga tushadigan sahnalar yarmidan chala qolgan edi. Faqat endi hammasi sog'lig'imga bog'liq, deydi Rametova. Suhbat yakunida Saida Rametova ularning sog'lig'iga befarq bo'lmayotgan barchaga minnatdorchilik bildirdi. Biz muxlislarimizni oilaviy yaxshi ko'ramiz. Hech qachon ularni xafa qilmaganmiz. Hamisha yaxshi kunlarda xizmatda bo'lganmiz. Bizni duo qilayotganlarga Alloh mukofotlar yog'dirsin. Yaqinlashib kelayotgan yoshlar kuni bilan yoshlarimizni ham alohida tabriklayman. Kelajagimiz shu yoshlar qo'lida. Yigit-qizlarimiz o'qishsin, ilmli, bilimli bo'lishsin. Hammalariga omad va baxt tilayman, deydi Saida Rametova. Bundan kelib chiqadiki, Jumadillo Rametov va Saida Rametova haqida tarqalgan noxush xabarlar yolg'on. Hech qanday xavotirga o'rin yo'q. Bundan sal avval esa ularning farzandlari Aziz Rametov ham og'ir operatsiyani boshdan kechirdi. Aktyorga ham sog'lik va salomatlik tilab qolamiz va yangi tug'ilgan farzand bilan ham tabriklaymiz. Ularning oilasida bugun bayram. Aziz Rametovning kasalligi, oilasidagi yangiliklar va yangi tug'ilgan chaqaloq operatsiyaga qancha xarajat ketganligi haqidagi ma'lumotlar sizga qiziq bo'lsa, bizning kanalga obuna bo'ling va keyingi videoni albatta batafsil tomosha qiling.